Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Mana bu tayyor bo'lgan mini g'izza o'timizni hozir qisqacha ishlash jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu stanogimiz o'sha doimgidek quruq tuproqqa moslangan mishalkali ikkita motor, ikkita reduktorli stanok. Mana shu stanogimiz ishga tayyor holatda. Hozir bir ishlash jarayonini ham video syomka qilib tashlaymiz. O'zlaring ko'rib bir baho berasizlar degan umiddamiz. Bu ishchi kuchimiz yetarli bo'lmaganligi sababli hozir pustoy holatda bir ishlatamizda buni. Keyin yana ishlatganimizdan keyin chiqqan g'ishlarni ko'rsatamiz keyin. Tuprog'imiz endi qishki kundalik uchun nam tuproqqa o'xshab turibdi, lekin mana quruq tuproq. Shuni hozir chiqarib ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Mana stanogimizni ham perverka qilib oldik. Endi mana bu tuprog'imiz kamligi hisobiga kamroq chiqdi. Bu holatdagi mana paddonga sepilgan qum boshqalar mana betida sal sifatini buzib turibdi, lekin g'ishda asosiy chiqish holati mana bunday chiqqan. Mana g'ishti sifati mana mushtigidan chiqqan holati ham mana. Burchaklari ham o'ta tiniq, o'ta yaxshi holatda, o'sha quruq tuproqda chiqarilgan holati. Mana bu tomonini ham ko'rsatib qo'yay. Mana g'ishti mana taglaridagi qirralari ham mana. Kimga shunday stanok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Shu nomerlarimiz ishlamasa, Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaring uchun rahmat.